Assalomu alaykum. Men ismim Xudoyberdi. Men 2 oy davomida Olmon akademiyasi o'quv markazida o'qib, B1 sertifikatini qo'lga kiritdim. Olmon akademiyasi 1-dekabrdan boshlab B1 grammatika darslariga kelganman va bu yerda 2 oy davomida grammatika dars olgan va shu vaqt davomida 1 oy forbearayting kurs qilganman va bu yerga kelishimga sababchi o'zimning ustozim tavsiya qilgan, chunki Tashmida o'qiganim sababli onlayn dars o'tolmasligini ma'lum qilgan va keyin bu yerni maslahat bergan. Bu o'quv markazining yoqqan jihatlari darslar juda ham pozitiv va bundan tashqari 2 oy davomida Islombek Ismoiljonovga grammatika darslariga qatnashdim. Darslar juda ham sifatli va forbearayting kurslarda 2 ta o'qituvchi shug'ullanishi va har bitta o'quvchi bilan alohida tarzda shug'ullanish menga juda ham yoqdi. Bu yerdagi darslar menga ancha imtihondagi qo'rquvlarni yengishda va imtihonga kirib osongina yechib chiqishda yordam berdi. Bundan tashqari imtihon darslari kuniga 4 soat bo'ldi va uyga borib alohida 3 soatdan 4 soatgacha shug'ullandim va imtihondan muvaffaqiyatli o'tdim. Olmon akademiyasi o'quv markazini hammaga tavsiya qilgan bo'lardim. Agar siz imtihonlardan muvaffaqiyatli o'tmoqchi bo'lsangiz, Olmon akademiyasiga tashrif buyuring.